deputatlar bugün şu yıllarında olan için bundan şu ahırda 2025 yıl ahırda bizim sesiyamız olan için şu Respublika'nın Cumhuriyet Kengeş deputatlarına teklif ediyoruz. Tümen Kengeş deputatlarına olan şu bir cüde yaxşı hürmetli deputatlarımız, hürmetli şu tümenimiz kesip egeleri parça olan birlikini amudariyachiligini qilib shu og'zibirchilik degan o'lim azaldan kelgan o'lim dunyoning hammasini amudariyachilar uddaladi. Amudariyachilik mana shu xalqning haqini xalqqa izini yaratadigan hurmatli deputatlarimiz, hurmatli oqsoqollarimiz albatta bular hammasi yelning bunaycha biz o'zimizning jalbatida aytolmasa yelning atalari, analari shular. Mana shunday ajoyib mana shu o'zlik bilan o'zibizlik bilan qilgan ishlaringizning yakuni avvalo ming rahmat aytamiz o'z nomidan, aylam nomidan, tuman hokimligi nomidan barchangizga katta rahmat aytamiz, chunki qilgan minnatlaringiz yaqqol ko'ringanda kecha Jo'qari Kengashda ham alında okulumuz var. Şu 2025 yıl yakınları, 2026 yılda hangi işlerini önemli açarımız diye mesele boyunca Jo'qari Kengesh Reisinin altında biz farklı sabatlarımızı verdik. Şu orunmasarlarından birge. Şundan müşahede cüde şu Amudariya halkından, mehnetkeş, severkeş, dehqonlarından cüde razı kendini. Amudariyada işançlı shunday rahbarlar, deputatlar bor ekanligini juda mamnun bo'ldi. Bu kishi o'zining rahmatlarini, yaxshi tilaklarini aytdi. Chunki shu mana shu ko'rsatkichlarimiz ko'rinib turibdi. Ko'rsatkichlarimiz qanday ekanini mana shu ko'rib, bilib, mana shunday yaxshi o'zining tilaklarini, niyatlarini aytadi. Mana shu Jo'qari Kengash raisidan bundan sizlarga taklif aldığımızda bir de vazifelerimiz bu. Biz şu halkta hizmetler, halkın şu ataları, yolbaşçıları, şurada oturan hürmetli deputatlarımız, hürmetli şurada aksakallarımız, kalaverse burada sektör rehberlerimiz birlikte bir yılın mavzuçilik var ekanini eminime kelesinden şunu ko'rsatib, Amudariya hech qachon hiçbir tumanni hiçbir yerden kabullanmadan yine bir tasbihimiz. Buna kula kalırsa bir mana şu Amudariya kelesiyle Amudariya yılı buladigan, Amudariyada juda ko'p qurilishlar, maktab, mana şu bog'chalarımızda juda katta ko'rasizlar edi, juda katta mablag'lar, boshqa ishlarimiz, yo'limiz, tuzmalarimiz, bozorimiz, boshqa nelerimiz ham juda katta o'zgarishlar. Mana sizlarning bizim niyetimiz mana şu bir pulum verdik, biz yaşlanalım, kelesiyle amfiteyatrımız, dahalasında amfiteyatrımız olan muğumlar pul verdi. Var mana şuradaki bizim niyet armanlarımız, bizelerden mana şu siz bizim kılgan dağlarımızda mana şu rahberlerimizden geçtik. Mana şu juda katta ko'p mana şu içki yollarımız, böyle çağır to'shashlar mana şu 2 yılda sizlar bilan qilgan ishlarimiz, mana şu birgalashib qilgan ishlarimiz, mana şu 250 kilometr en artarak yerde mana şu içki yollarımız birgalashib ishladi. Bundan keyin mana şu yanvardan aniqroq 3-chi 10 kunligida qilamiz. Shularning bari boshqa damalar, boshqa ishlarimiz bor. Plan mablag'im shundan keyin aniqroq 15-yanvardan keyin yechiladi. Mana shu taqdirda yo'llardan birgalashib davom etamiz. Juda oldimizda baribir niyat qilib asta-sekin ishlasak, intilsak, baribir Allohim beradigan rahbarlarga qarab turmaydi. Shuning uchun mana shu keyingi ishlaringizda ham muvaffaqiyatlar, zafarlar tilab turib, mana shu jonajon vatanimizga, tinch yurtimizga, olam yurtimizga, yurtboshimizga ko'z tegmasin, yo'lboshimizga ko'z tegmasin. Mana shu biz birgalashib birlarini ko'pirsa, natija bo'lishini mana endi hammamiz ham o'zimiz tushimizda emas, o'ngimizda ko'ryapmiz. Natija harakatga barakat deydi. Mana shu harakatni
birgeleşip ise neredeyse şu neticelerine erişemiz. Yine bir mertebe şu hem memlege mümkün rahmet eyledim. Şu birdenlik, ozubiçilik olsa hiç kim hiç kökten kuyan kaç kutulmaydı yani ama derecelerine hiç kim kaç kutulmaydı. Neredeyse işlerini birgeleşip kullanır. Ruhsat verseniz yine şu gündelikli valisanımızda işimizi görsek silsilemizi başlasın. Rahmet eyledim. Yine hürmetli, assalamu aleykum, hürmetli deputatlar, siyasi iştirakçılar. Bugün halk deputatları Amcada Kengeçi sesiyasida 24 nefer deputatdan 21 nefer iştirak etmekte. Kvorum mevcut. Siyasiyada tuman hakim orunbasarları, icra organları, hukuk muhafaza kılıcı idare rahbarları, cemaat teşkilatları, mahalle reisleri ve ammavi axbarat vasitaları vəkilləri qatnaşmaqda. Xalq deputatları Amudələ Kengeşinin 16. sesiyasının açıq doğrusunda haqqında qanday təkliflər var? Rahmat, açıq üçün degan təkliflər düşüb tutdu. Ushbu təklifni ovoza qo'yaman, ruxsatlaringiz bilan. Razılar. Rahmat, qarshi, betaraf yo'q. Sessiya açıq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya tartibini saylab olishimiz kerak bo'ladi. 22 boshli saylov okrugidan deputat Muratbayeva Saidxon Endilbayevlarni sessiya tartib etib saylash takliflari kiritdi. Boshqa takliflar bormi? Taklif qilingan nomzodni ovoza qo'yaman.
Razılar. Rahmet. Karşı betaraf yok. Teklif tasdiqlandı. Deputat Murat Veselxan sessiya katibi etib saylandı. Marhamat o'z joyingizda egallashingizni so'rayman. Endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanab komissiyasini saylab olishimiz zarur bo'ladi. Sanab komissiyasi tarkibiga qo'yilgan nomzodlar tavsiya qilinadi. Abdurahmonov Ulug'bek Mavlonovich 7-Arnavoy saylov okrugidan deputat, sanab komissiyasi raisligi. Rahmatullayeva Muyassar Maqsudovna 23-Qipchoq saylov okrugidan deputat, sanab komissiyasi a'zoligi. Atabayeva Dilnoza Shamrat qizi 24-Qanun saylov okrugidan deputat, sanab komissiyasi a'zoligi. Sanat komissiyasi a'zolaridan nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar bormi? Bu holda sanat komissiyasi a'zolaridan nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Kim sanat komissiyasi a'zolariga taklif etayotgan taklifga rozi bo'lsa, qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Rahmat. Sanat komissiyasi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibi reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga sizlarga tarqatib berilgan. Sessiya reglamenti bo'yicha sabab va axborotlar uchun 10 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 5 daqiqagacha vaqt berilgan. Sizlar bilan birga shu sessiyamizni 1 soat atrofida o'tkazamiz. Ma'qulmi? Qarshi, betaraf yok. Sessiya kun tartibi reglamenti tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan savol uchun so'z tuman hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allik qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Yusupov Faxriddin Aminovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. 2026 yil uchun Andijon tuman mahalliy byudjetining asosiy prognoz o'zgartishlari haqida hisobotni taqdim etaman. 2026 yil uchun Andijon tuman mahalliy byudjetining daromadlari 156 milliard 793 million 126 ming so'm. Mahalliy byudjetning xarajatlar qismi esa xuddi shunga parallel ravishda tenglashtirilgan 156 milliard 793 million 126 ming so'm miqdorda prognoz qilinmoqda. O'tgan yil esingizda bo'lsa 133 milliard so'm edi. Mahalliy byudjetning daromadlar qismi. Mahalliy byudjetning daromadlari 156 milliard 793 million 126 ming so'm bo'lib, soliq turlari bo'yicha quyidagicha tasnifga ega. Jumladan, aylanmadan olinadigan soliq 8 milliard 105 million. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i 62 milliard 901 million. Jismoniy shaxslar mol-mulkini ijaraga berishdan tushadigan soliq 941 million so'm. Foyda solig'i 2 milliard 621 million. Yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i 2 milliard 561 million so'm. Aksiz solig'i 9 milliard 571 million so'm. Jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i 11 milliard 323 million so'm. Yuridik shaxslarning yer solig'i 9 milliard 871 million so'm. Jismoniy shaxslarning yer solig'i 26 milliard 769 million so'm. Qurilish materiallari bo'yicha yer qaridan foydalanganlik uchun soliq 2 milliard 800 million so'm. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq elektrostansiyalardan tashqari 7 milliard 87 million so'm. Qo'shilgan qiymat solig'i 5 milliard 61 million so'm. Davlat mulkini ijaraga berishdan tushgan tushumlar 166 million so'm. Davlat boji 2 milliard 805 million so'm. Jarima boshqa